Sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, ey Allohning rasuli, meni birodarim Zayd meni onamdan so'kdi dedilar. Onamdan haqorat qildi. Axir aybi men qilgan bo'lsam, onamda nima ayb, ey Allohning rasuli? Onamni qoraligi. Endi nima uchun onamni qoraligidan so'kadi? Zaydni chaqirtirdilar, bu yoqqa keldilar. Sen Bilolni onasidan so'kdingmi? Qora xotinni bolasi dedingmi? Yo Rasululloh, og'zimdan chiqib ketibdi. Bilmay qolman. Jahl ustida aytvorimman dedilar. Ey Zayd, sen munofiq ekansan dedilar. Sen birodaringni onasidan so'kdingmi? Ey, onasidan so'kayotganlar, birodarlar, munofiq bo'lasiz agar. Birov do'stingizni, oshnangizni, onangni deb so'ksangiz munofiq bo'lasiz. Mana hukm Rasulullohning hukmi. Sen onasidan so'kkan bo'lsang, sen ey Zayd munofiq ekansan dedilar. Bu gap Zayd ibn Horisaga o'limdan battar edi. Ayniqsa Rasululloh tomonlaridan sen munofiqsan degandan ko'ra